Kotel olmoqchiman, otamning o'g'li. Qayerdan? Qo'qondan. Gazda ham yonarkan, elektrda ham yonarkan, hatto ko'mirda ham yonarkan. Men qiziqqan joyim aynan shuda. Arzimagan pulga butun chuqurni istamiz, Salih. Qo'qondan dastavkasi muammo bo'ladi, Yamach. Muammo bo'lmaydi, Salih. Rostdanmi? Rostdan. Yo'l xarajatlarini yarmini kompaniya to'lab berar ekan, Salih. Kafolatichi? 36 oy. Shundan 12 oyda zapchastlari ham bepul ekan, respublika bo'ylab. To'g'risi, sendan xafa bo'ldim, rock-and-rollchi. Nimaga? Nimaga? Zo'r Kotel ekan, menga ham bitta qo'shib olsang bo'lmasmidi, yaramas? Xo'p, qo'shib olaman, otamning o'g'li. Qo'shib olasan? Wi-Fi ham bor ekan. Amerikadan turib ham kotelni boshqarishim mumkin. Xullas, arzimagan pulga katta uylarni isitsa bo'ladi. Xo'sh, senga ma'qulmi? Bundan zo'ri bo'lmaydi. Shu vaqtgacha nega buyurtma qilmading, Yamach?